Agar sizga shifokor bu vinir umrbod xizmat qiladi desa, afsus, sizni aldashyapti. Hammaga assalomu alaykum. Mening ismim Ne'mat Foybek, 5 yillik tajribaga ega vrach-stomatologman. Agar sizga koronka yoki vinir qo'ydirish kerak bo'lsa, demak bu video siz uchun. Bugun sizlarga vinir, koronka, nakladkalar qancha xizmat qilishi, nimaga ba'zilarda 5 yil ishda sinib qolsa, boshqalarda 15-20 yil turib berish haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Eng muhim qoidadan boshlayman. Stomatologiyada umrbod degan tushunchani o'zi yo'q. Har qanday protez bu tishga yordamchi konstruksiya va uning xizmat muddati bor. Lekin to'g'ri tayyorlangan koronka to'g'ri parvarish qilinsa, u juda uzoq muddat xizmat qilishi mumkin. Vinillar qancha xizmat qiladi? Sifatli tayyorlangan vinillar 10-15 yil, ba'zida 20 yilgacha xizmat qilishi mumkin. Lekin uni o'ziga yarasha shartlari bor. Bunda bemorning tishi to'g'ri tayyorlangan bo'lishi, prikusi to'g'ri bo'lishi, tishni g'irchillatmaslik, ya'ni bruksizm bo'lmasligi va gigiyenasi yaxshi bo'lishi kerak. Agar bemorimizning tishlarini g'irchillatadigan odati bo'lsa, qattiq ruhli narsalar chaqib, bankalar ochishga harakat qilsalar, bunda vinillar tez sinib qolishi mumkin. Shuning uchun vinillar hammaga ham to'g'ri kelavermaydi. Endi koronkalarga o'tamiz. Sifatli keramik yoki sirkon koronkalar odatda 10-15-20 yil xizmat qiladi. Lekin koronkalar ham abadiy emas. Koronkani uzoq muddat xizmat qilishga ta'sir qiladigan omillardan biri bu tish ostidagi holat, bemorning tishni nervi olinmaganligi, milk holati va gigiyenasi juda ham muhim. Ko'p hollarda koronka emas, balki uni ostidagi tishda muammolar paydo bo'ladi. Shuning uchun profilaktik ko'riklar juda ham muhim. Bu ko'riklar muammoni oldindan bartaraf etishga yordam beradi. Endi ko'pchilik bilmaydigan, lekin juda ham zo'r variantlardan biri keramik nakladkalar haqida to'xtalib o'tamiz. Keramik nakladkalar odatda 10-15 yil, ba'zan undan ko'proq xizmat qiladi. Ular plombaga nisbatan ancha mustahkam bo'lib, tishni ko'proq saqlab qoladi. Lekin ularni ham to'g'ri holatda qo'llash kerak. Eng ko'p beriladigan savollardan biri, nima uchun mening koronkam tez buzilib qoldi? Bunga asosiy sabablar prikusning noto'g'ri bo'lishi, tishni g'irchillatish, ya'ni bruksizm, qoniqarsiz gigiyena, sifatsiz ishlatilgan materiallar, shifokor va laboratoriya tajribasidir. Koronka bu faqat material emas, bu jamoaviy ish. Xulosa qilib aytganda, vinir, koronka, nakladkalarning xizmat muddati shifokorga ham, bemorga ham bog'liq. Agar davolash rejasi to'g'ri tuzilsa va bemorimiz barcha tavsiyalarga amal qilsalar, koronkalarimiz uzoq muddat xizmat qiladi. Agar yuqoridagi muammolar sizda ham kuzatiladigan bo'lsa, quyidagi raqamlar orqali bizga murojaat qiling.